30-aprel 30 soniya va 30 ta aviachipta. Rossiyada ishlayotgan hamyurtlar 30-aprelgacha huquqiy maqomingizni tartibga solib patent olish imkoniyati yaratilganidan xabardorsiz. Legalizatsiya jarayonlaridan qanday o'tganingizni yorqin va tushunarli tarzda yoritib ko'pchilikka yordam berishni va shu orqali aviachipta yutib olishni xohlaysizmi? Ha deb javob berganlar bizni eshiting. Joriy yilning 30-apreliga qadar legalizatsiyadan qanday o'tganingiz va bosqichlari haqida o'zingiz borgan migratsiya markazi oldidan faktlar asosida 30 soniyalik sifatli video selfie tayyorlab, legalizatsiya 30 hashtagi bilan Instagramingizga joylang va bizni belgilang. Agar sizda Instagram bo'lmasa, videoni legalizatsiya 30 Telegram boti orqali bizga yuboring. Eng foydali va tushunarli videolar Migratsiya agentligining ijtimoiy tarmoqlariga joylashtirib boriladi. G'oliblar obunachilarning layklari va mutaxassislar tomonidan aniqlanadi. Yutgan 30 nafar hamyurtimizga o'zlari istagan vaqtda O'zbekistonga kelish uchun Migratsiya agentligi tomonidan aviachipta olib beriladi. Barchasi oddiy va oson. Shunday ekan, ko'pchilik uchun foydali va muhim bo'lgan bu jarayonga o'z hissangizni qo'shing, ishtirok eting va g'olib bo'ling. Video uchun 30 soniya kam deysizmi? Boriga baraka. Yana 10 soniyani bonus qilib qo'shib berdik.